insanların plazmasından doğru işlep çıkarılan 10 çoğun şirketinin biri olan Şinjan Duyuan Biyotexnik şirketinin muhim merkezi şundaq dünyadaki PMO estrogeninin 25%'ini işlep çıkarılan bu şirket qaysı xil doğrunu işlep çıkardı diyen bir sualım var. Bu PMO diyen estrogen diyen nime işleş jarayonu qanday bo'ldi? Bu haqda men tushuntirgan bo'lsangiz. Bo'ldi. Bu şu plazma degan vaqtimizda hamda biz qon bilan munosabatlik adam bandinki 8%dan 10%gacha qon bo'ladi hamda. Bu qonning ichida taxminan misolanga bir 70 kilo adam desek uningda taxminan 5 kilo qon bo'ldi. Bularninki taxminan 55% yani 5 kilonun içinde təxminən 3 kilosu plazma buludu adamın bədənində, 70 kiloluk adamın bədənində. Xoş. Bu şu nimide hem de Xitayninki islahatın keyin hem de bu şu insanlar biraz erkinlikке erişkenden keyin bu nimeninki burunqi insanlarninki qaraşlar yani öz ixtiyarlıq bilan qan berdigan bundaqa nimeleri aslında özgürüp faqatla asker bilan şu hükümet xodimlarini, o'quvchilarni hükümet mecbur qan berishga mecburlaydigan qolgan insonlarni oncha kontrol qila olmaydigan bir holat shakllangan. Ya'ni Xitoyda umuman qilib aytgan vaqtida qon berish ixtiyori bilan qon berish nisbati to'g'ri bo'lganlik uchun shu bozorni ichib islohotdan keyin Xitoy hükümeti asasen şu Xitoyda ihtiyaclı olan plazma yani bu plazmanın içinde her xil aksıllar kirdi. Aşılarının hemmisini Amerika yoki başka devletlerden import qilib kelgan. Çünkü Xitoyda nopos jiq, anandikin öz ixtiyori bilan qon beradigan, plazma beradigan odamlar az bo'lganligi uchun uzundan buyan şu Amerika'daki taraqqiy qilgan davlatlardan qimmat bahada setivilib kelgan. Ama şu 2000-yillar bo'lib 2005dan keyin Xitoyda o'zi plazma ishlab chiqaradigan zavodlarni aytdi. Siz taraqqiy qilgan. U vaqtlarda ham Xitoyda qon taqdim qilganlarga xeli yetarlik pul beradi. Elbette ihtiyar emas, hem de pul verdi. Ama keyin Xitoydagi maaş ösep o bekkelikka nim bo'lib ketgandan keyin o pulni deb qon sotadiganlarmi biraz azlab ketgan, ehtiyoj yuqurlab ketganligi uchun ichkirdagi shu plazma ya'ni qon mahsulotlari yoki plazma mahsulotlari ishlaydigan zavodlar ig'ir krizisga uchragan. Şunun bilan bu siz deb o'tgan bu bizning vatandagi Duyuan degan shirkat mening esimda qilishi 2095-yilda qurilgan shirkat endi. Uningki nomi burun ancha bilinmagan. Keyin shu 2017 shu lager boshlangandan keyin bu shirkat ushtum tutlakinsa mashhur bo'lib ketdi. Buning sababi nima desangiz İşkirde nurgun şu şirketler asaslık kan plazma işleydiğin şirketlerde kan plazma qahatçılık yani yetişmezlik boğallık için bu Duyuan şirketi derhal oturga sakrab çıkıplar kense mensiplerini plazma bilen teminleymen de Xitoydagi çoğ plazma şirketlerine menjiliği 200 tonna plazma bilen 300 tonna plazma bilen teminleymen de bu digivar tüz şarkılık bu nurgun pullağı erişirdi çok bu şirket. Hoş. Bunlar mı belki 2018-19 yılları bu şirketninki özününki torbitida ilan qilgan yıllık kan plazma mahsulotini 1000 tonnaga yetkazdiganligi deyilganda hamda 1000 tonna. Bu nayta jiq bir son hamda 1000 tonna deganda. Şunu bilan bu ahvol biraz diqqat qo'zg'agandan keyin bu xalqarodagi ba'zi muxbirlarmi bizninki bazı teşkilat rəhbərlərimizni izləbdi. Şu qan plazması məsələsində sizlərinin bildiğinlər barmı degan deb sorğandan keyin bu axırda mənə gəldi bu nima şu təşkilatınki rəhbərləri bu muxbirga meni köksütüb qo'yapti. Bu vaqtda biz biraz tekshirish ilib bordik.
tekshirish ilib borgan bo'lsakmi, ammo bularni muxbirlarni u vatanga kirgizib, u sonliq ma'lumotlarni o'rtoqlashish ahvoli bo'lmaganligi uchun o yeterlik ispat topolmadi. Anandan keyin men bu lager şahitlardan so'rgan bo'ldim. Sizlardan qon olgan vaqtida qanchalik qon olganligini bilamizlar desam, bular deydi, ko'pinchisi deydi, biz bir uyda ayrim o'tiramiz. Bir kichik bir to'shik bor, ashadin to'shikdan qo'limizni chiqaramiz. Qon og'uchini biz ko'rmaymiz, qanchalik qon olgan uni biz uqolmaymiz deb javob bergan bo'ldi. Shuning bilan bu muxbirlarniki nima qilishda buningga yetarlik isbot yo'q degan bilan bu oxirlashgan bo'ldi. Keyinlab bir yarim yil, bir yil itishgan bo'ldi buning bilan. Anandan keyin bu shu vaqtda şu başka işkirdeki başka plazma şirketleri bilen divar tüzgenken 200 tonna, 300 tonna işte teminleyimiz dep. Ananki özünün torbi tuttumu yıllık meslatimiz 1000 tonna degan gaplar barken onu saklawagan hazır qarsanız torbetlerde unda meslat, unda nas yok ilib tutamiz ne. Hem bu yerda hem de ilib tuttu, bu yerda hem de bu plazmanın özümü adette 200 millilitrini bir xaltaga saklaydı. Bu mu qimmat Xitoyda menda deganlikdek burun ko'pchilikni Amerikadan yoki boshqa davlatlardan import qiladi. Anandan keyin undan boshqa har xil aqsillar bor bu yerda. Uni Uyg'urcha tarjimasini men hozir yaxshi globulin deb shu bu asosli hamda plazma nima desangiz plazmanınki asaslık terkibi su bilen asıl. Onundan kırpasa biz şu kisel olap sakaygan dinkin bedenimizde asıl kılgan kiselge karşı immünit güçü yani nime deydi antibody deyimiz. Muşu nesillerinki emmisi kanda buludur. Mesela biz vaksini urup kiselge karşı bir güç payda kıldık ya ki bir kiselge kırta bulup sakaygan dinkin şu kiselge karşı güç payda kıldık. Şuların hemmisi bizim plazmamızda buludu. Yani bu plazmadan şu yasıgan nerse plazma özünü mü insanlara uğruş mümkün. Plazmana nimkandan başka şu okşumukan aksıllar. Bu aksıllar yalğız bizning bedenni aksıl bilan ta'minlab qolmasdan belgilik kasalliklarga qarshi turish iqtidori va aksıllar. Bular plazma nisbatan masalan 200 millilitr plazmaga nisbatan 50 millilitr aksıl ma'lum kasalga qarshi turadigan yoki ma'lum rol o'ynaydigan aksıllar anada nechasi qimmat bo'ladi-chi endi bahsi hisoblashtirilgan bo'lganligi uchun buningki bozor nimasi hozir xalqarodami naiti cep hem de şu Xitoyninki o'zininki torbitida e'lon qilgan bir net şirketlerinki nimisini şu paychiki bozordagi bozor qimmati qarab baktım. Asasen Xitoycha yi deganni 100 million bo'lamdi. Bir yi degani. Şu birliki ma grafikniki ma tarafida 200-300 deb bo'lgan bo'lsa şu en küçük birliki yikende hem de şimdi pazar kıymeti hem de. Zaten çok bir pazar var. Mesela Şanghay'daki şu payçık pazarlarda şu plazma products deydi. Şu plazma yazılan doğrularınki payçık mı? Zaten yukarı nimede hem de. Onunki konkret tepsilatını ben iktisat şuna sonmagan dikin bu tarafa bakır etmeyeyim. Zaten çok bir pazar var demek çıkıyor bu yerde. Bu şu siz tilga o'tgan bu Doyan şirketi 2016-17 bularni 19'lar kelganda biroqli mashhur bo'lib ketdi o'zimizda. Dal qarab o'ylab qo'ygan lagerning shu bulushi tutishga boshlagan vaqt. Shu tarix to'g'ri, uning oldida bu 95-yilda qurilgan shirkatkan. Uning oldida men men 99-yilda Amerika keldim, bu vaqtda bek anglab topmagan o shirkatni. Ammo keyin shu birisi aşı men yuqorida o'tgandagidek aslida hamda Xitoyda maash to'lov vaqtida
qon sotadigan nimalar qili jiq bo'lsa, masalan, keyin anandan keyin maash ushtum o'zib ketgandan keyin qonningki bahasimi qonga beradigan pullarni shuningga mos holda yuqorilamagandan keyin jiqadam qon setishdan voz kechgan bo'lishi mumkin deb qarayman. Anandan keyin nisbatan aytgan vaqtida Xitoydami hamda boshqa siyosiy erkinliklar bo'lmasimi, manda jihatda erkinliklari bo'lgan deb qarayman. Shunlashqa men shu qon iyoni qildigan nimalar qarab baksam, qonningki manbasi Xitoyda birinchi olab harbiydan kelgan, askarlikdan kelgan, ikkinchisi olab oliy maktab o'quvchilaridan kelgan. Bularni nisbatan shu askarlikda yoki o'qiyotgan maktablarda majbur kontrol qila oladi deb qarayman. Undan boshqa töven dereceli hükümet kadrlarının kilitkendi hem de bular. Ama başkalarını nim kılışka seferber kılışta xeyli acizken hem de. Onda oğandayken bu yerde naiti yukarı ihtiyacını kandırış için ya bir olsa chet elden import kılış gerek ya ki olmasa aşağıda azan bir menba tepiş gerek. Bu bizdeki lagerning başlanışı muşu bir menbani ta'min etgan bo'lishi mumkin deb qarayman. Afsus hamda bizniki bu ishga ko'ngil bilgan muxbirlar hamda buningga oid oxirida men yetarli isbot topolmadim deb bir Reutersniki bir muxbir aloqalashgan, uningga men izlangan narsalarning hammasini tepadim. Albatta bizningmi sotning oldiga qo'ygandek bunday kuchli isbotimiz yo'q. Ammo bir xil his tuyg'umiz bor. Cho'qim boshdaga qilishi mumkin degandek his tuyg'umiz bor, ammo isbot bo'lmaganlik uchun muxbir oxirida buni qilmadi. Nayti yaxshi yeri bu dokladda shu men ayni vaqtida nima narsalarning hammasini tilga olibdi. Amma o orbitiga qarasangiz 1000 tonna, ama dokladda mı depti 800 tonnadan 1000 tonnaga ishlab chiqarayım degan. Lekin men oldingisi orbitiga qarab chiqsam u sonliq ma'lumot yo'q. Faqatla agar Xitoyni qarab boqmamsiz, darhol yani yuvatganligining o'zilam yani qo'sqini og'rishi bo'lg'achqida hamda 1000 tonna qon degan nima degan gap ya. Chunki 3 yilning oldida 3-4 yilning oldida xeyli biz izlandik bu to'g'risida hamda belki o memlekette bular bek Uygur mecburenke kanun çıkandan keyin anadaki lagerninki meselesi xalqarada biraz bo'lgandan keyin lager bilan çitişlik taraflarda ular biraz sezgirligini aşırıp hem de nim qilgan, ashtaq qilgan bo'lishi yoki yo'qlikdan unda bir siyosat tushgan bo'lishi mumkin. Shu. Anadan keyin sizning ikkinchi savolingizga kelsak, PMU degani bu asosli shu ig'royoq otninki sudikitni yasalgan dora degan gap hamda. Bu dora 42-yili Amerikada ijod bo'lgan, toki shu 2000-yilgacha, ya'ni 2090-yilning oxirigacha bütün dünyada Amerika monopol qilib kelgan bu nimani Amerika bilan Kanada, Avustraliyada mazraq bo'lish mumkin. Bu shu ot yayloqlari cho'ng davlatlar shu Amerika kuchga kelgan bu 42-yildan bo'lsa, hozircha 80-yildan ishibdi. Hamda dastlabki 60 yılda, 60-70 yıl şu Amerika nüfus gelgen monopol qilgan bu bozorni. Ben bu taxminen şu 20-25 yıllar burun bo'lishi mumkin. Bu şu G'uljida boshlandı. Bu yerda asosli bu G'arbda nima uchun bu nima bo'ldi desangiz, ikki xil sabab. Birinchisi şu hayvan hukuklarını qo'g'daydigan tashkilotlar bununla ait izchil qarshi turdi hamda bu yerda. Şu hamda normalda otninki sudikini sivasimi hech nima bo'lmaydigan o'tning hayvanning huquqiga nima daxli qildi deb qaraymiz. Ammo nimaga ishiltirdi? Ha? Nimaga ishiltirgan to'g'ri? Hozir deyman shuni kelimi. Endi bu yerda o atni yetarlik tonlab sudik ilish uchun bu shu davomli ig'roya qilish kerak-ku bu yerda. At uzildimi yo ig'roya qilish kerak. Xo'sh.
Anandan keyin buni sudukni ko'p miqdorda suduk ishlab chiqarish uchun uningga ko'p miqdorda suv ichkizish kerak. Hamda nurg'un jihatlardan biz tasavvur qilolmagan darajada otninki huquqiga yapsandizlik bo'ladigan gapkan. U bir sabab. Ikkinchisi mushu hayvon haqlari niki tashabbusi ya boshqa sabablar tufaylidan bu doğru to'g'risida cho'ng ko'lamlik bir tekshirish ilib bordi Amerikada. Bu tekshirishning natijasida u dorininki shu yurakka tiqilmasi, meni qon tushish, anandan keyin ba'zi ayollarning rak kasalliklarini keltirib chiqardiganligi dokulat chiqqandan keyin bu dorilar nurg'un davlatlarda ishlab chiqarish cheklangan. Ammo bazarı var mı desiniz, naiti güçlük bazarı var doğru. Bunun kimi ötken yılki bazar nimisi setiliş ötken yılki bazar kıymeti 1,5 milyar dolarken bu doğrunki nimisi. 1,5 milyar dolar. Endi buna nimi doğru desiniz, bu asaslıkı şu iğrayak atının südükiden çıkan estrojen yani kişi hormon yoki ayollik hormon. Şunun bilan munosabatli dorilarni ishlab chiqargan bo'lib, bu asosliqi shu ayollarninki hayz to'xtagandan keyingi bo'ladigan nurg'un kasalliklarga unum bor deb qaralgan dorilar. Shu hayz to'xtagandan keyin hammamiz bilimiz ayollarda hamda uningga Türkçe menopozda işte İngilizce qo'llangan gapkan Türkçesi mi? Belki anlab bakkan. Xo'sh. Bu biz Uyg'urchada onunla nima bir söz bo'lmaganlik uchun vatanda Uyg'urlar aslında gilnenchi deb ishlatadi-ku buni. Hayz to'xtagandan keyin kelib chiqadigan nurg'un kasallik alomat, masalan mijozning o'zgarishi, chusop qilishi, uyda aran so'qash, urush jidal qiladigan, andan keyin shu jinsiy ayollarning jinsiy havasi tövellab ketadigan, bularning bak jinsiy azab quruq yoki nim qiladigan nurg'un shu hayzning to'xtashi bilan munosabatli nurg'un kasalliklarga ishlatadi. Andan keyin misalenge ayollarninki masalan chiroyini yosh ko'ksitadigan ashtag'iliqi sirtidan teriga surkaydigan dorilarning tarkibidan bu narsa borchu. Chunki mayli ayol bo'lsin, mayli er bo'lsin, bu ayollarning biroz burun hamda masalan ayollarning shu bazılarının 45-48 yaşta başlansa, bazılarının 50 yaş etrafında başlandı. Şu hayz to'xtagandan keyin bedendeki nurg'un hormonlar bütünley Türkçe desek dengesini buzudu-ku, igizpas olib ketadi-ku. Erlarninki biraz kim başlandı? Hem de 55 yaş, 60 yaşlarda başlandı. Bazı erlerde iniqroq bo'ldi, bazı iniq bo'lmaydi. Ama bizde şu tug'ilib mesela 18-20 yaşga kirgichnak bir xil hormon tangponlik bo'lsa, 20 yaşdan şu 50-25 yaş, yani biz resmi balog'atga yetgandan boshlab toki 50 yaş, 55 kişilik bir tangponlik. Uningdan keyin yeni bir tangponlik barpo bo'lguchilik oraliqda ba'zilarning 5 yil ketsa, ba'zilarning 10 yil vaqt ketadi-ku ayollarga. Ayollarda biraz iniq bo'ldi. Erlarda amma ma doğru, PMU degani doğru şu nimidin yasıgan doğruga chiqqan iğrayak atning sudikidan kelib chiqqan kishi female hormon deydi, yani ayollik hormoni. Aşıngda yasıgan doğrugalık uchun bu asosliqi ayollarninki shu hayz to'xtagandan keyingi kasallik ishlab turgan doğru. Bu doğru yuqorida o'tganligidek Garip devletlerindeki hayvan huquqlari ve her xil sebeplerden bazardan çekinishiga ergishib, bu fursatni g'animat bilgan Xitoy hukumati G'uljidagi kang yayloqlarniki bo'lib balki iqtisodiy to'van qozoqlarga jalb qilgan hamda bu hamda normalda
sevdiğin südüklerini şimalda bütün Kazaklar çileklerge kaçılaydı bu nimeni. Kaçılap aşılağa naiti ezan bağdı satıdı ama buğla yani tarkak Kazaklarınki satkan südükleri yeterlik olmağalık gün hazır şu bolcu tarafta aslen Bünkan kontrolünde nurgun şu atlarını məxsus iğrayak kılıp ularning südükünü toplaydigan firmalar şekillengenço. Hoş. Bu asasında şu hamda. Bu hamda mesela meyli Türkiye olamdı, meyli şu Kore olamdı, Japonya olamdı. Bu hamda bular at yok devletlerde naiti çoğun bazarı var bir doğru. Çünkü onun eks tesiri bozma ama nurgun insanlar 10 yıl 15 yıldan keyin turgan eks tesiri emas hazırki rahatsızlıkını oңşашqa mecburçu. Çünkü bu ayollar şu 50 yaşının üstündeki ayollar yaxşı bildi bu adamni naiti rahatsız kılıdığan bir ahval hem de ez toplagan dikiyinki şu bir neçe yıllık özgürüş. Çoğun bir bazar hem de bu. Bu hazır 25%'ni egallagan bo'lsa, Amerika'da asaslı Pfizer şirketi işlep çıkardı bu nemde. Pfizer'ninki şu ötken yıllık nemisininki şu ilan kılgan bir nemiste şu PMU doğrusununki bazar kıymeti 1,5 milyar dolarga ötken 2023. Bu da çoğun bazar olgandan Xitayga nisbatan çoğun bir iqtisadi kirim kalkıdığan fırsat anandan keyin bulapın bek hayvan hak huquqlarini qo'g'daydigan anandan keyin şu yeterlik at yok devletlerine nisbeten naiti ihtiyacı var bir mahsulotçu. Doğru dersiz. Hakikaten doktor yani bu insan yukarıda siz tilg'ilib o'tgan bu sonliq ma'lumotlar yani ameliyotda bo'lib qon masalasi bo'lsin, shu dokumentim tilg'ilib turganda Xitoylar butunlay fidoilar qildi deb degan bilan buningki hech qanday ispat yok buningki dalilimiz yok. Buncha valla jinoyatlar degan yuz berayotgan bir davlatning ichida buni ishlamaymiz buni.